Samarqand viloyatida tuman shahar kelajak markazlarining maktab maslahatchisi lavozimi uchun birinchi kun suhbat jarayonlari rasman boshlandi. Oliy malakali va tashabbuskor kadrlarni saralashga qaratilgan mazkur tanlov O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2026-yil 8-yanvardagi 7-sonli buyrug'i asosida tashkil etilmoqda. Tanlovning ikkinchi bosqichida ishtirok etish uchun 5774 nafar nomzod ariza topshirgan edi. Belgilangan tartiblar asosida esa 5235 nafar nomzodning hujjatlari tasdiqlandi. 18, 19 va 21 may kunlari o'tkazilgan test sinovlarida 4321 nafar nomzod ishtirok etdi. Natijalarga ko'ra 2813 nafar nomzod yuqori ball to'plab, tanlovning navbatdagi bosqichi suhbat jarayoniga yo'llanma oldi. Bugun suhbatning birinchi kuni va birinchi kunda 240 nafar nomzodni suhbatdan o'tkazish rejalashtirilgan. Tanlov jarayonlari ochiqlik, shaffoflik va adolat tamoyillari asosida o'tkazilmoqda.